Biz hozir Nurafshon shahriga kelganmiz. M3larni o'zimizdan M3imizdan tanishtirish uchun. Mana hozir liniyaga kelganmiz, ko'rishyapti. Ko'rishingiz mumkin. Bitilgan foiz. Cobalt motor emasmi? Yo o'zini. Yo'q, o'zini. To'lash bo'ladi. Firminlik. 50%. Liniyangizda nima mashinalar bor o'zi? Liniyamizda mikroavtobus, shu jakkamiz bor, Sunray o'sha 16 ta peshinraylarimiz bor. Xudo xolasa yana kelgusida niyatlarimiz bor. Yana shu jaklarimizni olib, inshaalloh nasib qilsa, xudo xolasa qo'yamiz yana liniyalarga. Bardavom xudo xolasa. O'zi liniyada mashinalarda nima muammo ko'p uchrayapti? Bizga keyinchalik shuni to'g'rilab, kamchiliklar ustida ishlashimiz uchun. Muammo bizga nima? Yoqilg'i. Birinchi o'rinda yoqilg'i sarfi kamroq bo'lsa, zamonaviyroq bo'lsa, aholiga qulayroq bo'lsa, shu bizda muammo. Jak bo'yicha servis, zapchast hech qaysida muammo bo'lmadi? Muammo yo'q. A'lo. A'lo, yaxshi. Qaysi avtosalon tavsiya qilasiz? Jak avtosaloni, Sunray hammasini. Rahmat. Keyin yana ayrim haydovchilarimizni aytishligi bo'yicha Perialga ham o'sha 10 talik mikroavtobuslarni qo'ymayotgan ekan, faqat Jak M3, Jak M4 yurgan ekan Perialda ham, o'shani ham inobatga olgan holda albatta Jak avtoga murojaat qilsanglar, xudo xolasa Perial deysizlarmi, qayerda deysizlar, Rossiyaga qatnaydigan bo'lsanglar ham yo'lni trassani hech kimga bo'shatmasdan xudo xolasa manzilingizga yetib olasizlar.